Hammaga assalomu alaykum og'alar. Hozir biz Bilolbek og'ani klinikasiga keldik og'alar. Reklama, lekin foydali reklama og'alar. 3 paxtadan Uryancha qarab ketaverishdi. Bilolbek og'amiz klinika ochdilar. O'zlarimizni og'amiz shu yerni hozir tanishtirib o'tamiz og'alar. Novi xizmatlar bo'lib o'tadi. Oldin bir videoga like bosib, tarqatib beramiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xizmatlaridan birisi og'alar stomatologiya xizmatlari bor. İkinci xizmatlar esa ayollar va erkaklar uchun massaj muolajalari bor. Uchinchi xizmatlar esa bolalar uchun nevrolog xizmatlari bor. Uchinchi xizmatlar esa fizioterapiya xizmatlari bor. Fizioterapiyaning ichine hijama va zuluk kiradi. Fizioterapiyadan tashqari yosh bolalarni muolaja etish xizmatlari ham bor. Dördüncü xizmatlar esa parafin xizmatlari bor. Beshinchi xizmatlar esa endoskopiya va o't qopi yuvish xizmatlari bor. Oltinchi eng kerakli xizmatlari bu dorixona xizmatlari ham bor. To'liq videosi 1 yo 2 kunlari chiqadi.